2025-yil 17-sentyabrda sizlarga limonni obzor qildik. Aka limon ko'k o'tganga limonni ko'ki cho'zib qo'yilsa, olmaga qo'shimli maqsad sarg'ayadi do'stlar. Endi sizlarga ko'chatni obzor qilaman. Ko'chat haqiqatan mevasi bormi ustida deganlarga ko'rsataman. Mana bu mandarin bo'ladi. Apelsin mandarinlarimiz. Bu limonlarimiz ana do'stlar. Mevalarni ko'rdilaringmi mana? Mana mevalar. Yaqinroq ko'rsating. Uni ko'chatlari ham bor, mevasi bilan jo'natamiz. Kimga buni ko'chatlari kerak bo'lsa, davlendaga ham foydasi bor do'stlar. Mana mevasi. Ko'chatida sotiladigan kuloyda. Mana ishonmaganlarga mevasi bilan jo'natamiz. Ko'rsatib qo'ying mana. 60% da meva bor mana. Mana mevalar. Limondan boq qilaman, limon ko'chatni uyga ekaman degan, uyga ham eksa bo'ladi, kulokka qo'yib katta qilib, paqirini kattalashtirib, uyga ekib qo'ysa ham bo'ladi do'stlar. Mana holatlari. Hammasida meva bor mana. 4 tadan 5 tadan mana hosildorliklar. Mana limon hali pishgani yo'q, lekin dimlab qo'ysa sarg'ayadi. Do'stlar, mana holat. Limon ko'chatdan boq qilaman, limonga qiziqqanlarga bitta jo'natib qo'yamiz. Ko'chatlarga aloqa qilib ko'rasa, mehnatlarga do'stlar bittadan like bosib qo'yamiz.